Ba'zida oldiki ustalarimiz suvoq qildim deb. Mana suvog'ini qarang. Qamishni o'zini shuna yotqizib, uydagilarni aldab ketishga suvoq qilganmiz. Loy yotqizmay qamishni o'zini bosib ketishgan. Uydagining davlenasi chiqadi ustoni topolmay. Insofsiz bo'lmanglar ustolar, chiroyli ishlanglar. Uydagisi undan turolmay yotibdi endi. Mazasi yo'q. Davlenasi chiqib ketgan. Shunaqa insofingni yeysanmi ustolar? Mana, qaranglar ahvolda. Qamish turishi. Suvoq yo'q, 1 gram suvoq yo'q. Hamma joy shunday. Qamishni bosib, shundoq shipirni bosib ketgan. Endi ishga turkasam uramiz mana yo'llarni yopib mana. Ustalar bilan birgalikda ishlayapmiz hozir. G'isht terib ketamiz. Bejara uydagisi xursand. Usta suv atganman deb, lekin suvog'i yo'q. Qamishni o'zi faqat. Mana haqiqat. Hamma usta ham bunday bo'lavermaydi. Bir ikkita podani ichi tirriq bo'ladi, shunaqalardan.